Ey, uyimizdagi manba yemini oldim. Qalay? Mana bu yaxshiroq-ku. Tim bo'li mehmon kelsa, kamroq xarajat ketadi. Mehmon? Qanaqa mehmon? Bu bank yemalari chiroyli qilib tuzab sizni kutib olishchi olman. Opa, buni ham o'rab bering. Opa, mana bu anavi aytgan joyingizdanmi? Ha? Men bilan hammasini o'rab bersiz. Mana buni qo'ying hozir, opa. Mana bu narsalarni qaysi pulga olamiz hozir? Ota juda ham arzon. Opa, o'ravering. Opa, mana bundan ham bering. Mana bundan ham bering. Ana. Ha, ikki kishiga ko'pmasmi? Yo'q, kam. Ha, u mahallasiga hamma odam chiqib ovqatlanmaydi. Siz yuzda. Yo'q, kam dedimmi? Men sizga kam. Tushunmadim men seni. Nimani tushunmadingiz? Hozir men qo'yganlarni olib chiqmay, keyin tushunib olasiz. Inson baxtli bo'lishi uchun ozgina urushlarga xo'p deb turaveringlar ekan. Baxtli oila bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan men aytganimni qiling. Yangi uyingizga chiroyli ish-ovoqlar olmoqchi bo'lsangiz, aynan Bagema 002 ga tashrif buyuring. Manzil ko'kcha chorrahaga yetmasdan Nurafshon ko'chada. Shunaqa gaplar.